gap gapirgan bo'lsam, sen aytsa to'g'ri. Sen shunaqa qilding-ku. Boyagi bolachani-chi taniysanmi deydi. Ha, tushunmayapman-da hozir nima bo'lyapti, nima haqida gapiryapti bu, nimaga asoslanib gaplashyapti bu, men bilmayman, tushunmayapman-da. Men ham tushunmayapman. Kechadan beri pashsha qo'rib yuribdi deyapti, bu deyapti, men aytyapti. Men nima qildim kechadan beri pashsha qo'rib? Даже men o'zimni setor tanigani yo'q. Hozir shuncha yozganimdan keyin ko'tardi cho'ta menga tanishuv bu deb. To'g'rimi gapim? Men to'g'ri kechirdim efiringizga. Bunday bir qalin bo'lmagan odamim ko'tarmayman-da, o'zim bilaman-da chunki. Yo, nimaga asoslanib hozir? Ko'tar. Ishing. Sizni ko'rsam turib ketyapti, yarim soatga ko'rishsak bo'ladimi deydi. Yarim soatga bo'lsa qiyin u. Gaplashgancha yarim soat o'tib ketib qoladi. Drizet tasha bo'yiga javob deng. Ko'tar deydi, ko'taringchi. Tashagan yo'q-da. Ha, tinchlikni ko'tar, tinchlik. Assalomu alaykum. Nima to'g'ri o'qimaysizlar-da, o'zlaring o'ylanib, siqilib, bir-birlaringga topishmoq aytyapsizlar. Kechadan beri pashsha quvib yuribdi dedim. Qo'rib qolmadi. Men o'tdi bitta pashsha, o'tdi shu telefonda tagida g'iz quvib yuradi, to'g'rimi? Sitora. Endi yetib bordimi? Siz hozir ketdingiz o'sha gazingizni o'chirishga, yana o'sha pashshangiz g'iz qilib ovozini o'zini reklama qilib o'tib ketdi. Kim bu pashsha? Bu pashsha kim? Hali ham yetib bormadi bunga. Pashsha oddiy pashsha, kecha uyga mehmon keluvdi. Hamma joyni ochganman, uy tozalaganman. Kirib qolgan. Kecha efir qilyapman, bitta pashsha mayerimga qo'nadi, mashinaga qatdi. Ha, to'g'ri. Betingga qo'nib o'tirgan payt quvayotding. Ha, mana hozir ham yuribdi. Qayerga borsam o'sha yerda yuribdi-da. U erkak pashshadasizmi? Erkak bo'lganda yomon bir pidaras pashsha ekanda. Aytaman, nega unaqa pashsha deb. Yo, birontasi bilan ishni gapirlashdimmi deb ham o'zim shubha qilyapman. Men o'zimga ham tortyapman boyadan beri nimaga bunaqa deyapti. Kecha u pashsha oynaga bitta galuboy kirib qoldi-ku, yalayman deb. O'shandan keyin o'sha pashsha keldi. Ayni o'sha vaqt keldi bu pashsha. Bala, bu sitar kallasini qimlatishini qarang, yalayman deb aytdi desa. Sitora ham o'zini yo'qotib qo'ydi hozirroq. Sitora o'zinga bo'ldi, bu yolg'ondan qilyapti, yolg'ondan gapiryapti. Siz ham Sitora yo'q edi. Siz shu ishni qilganmisiz? U bilan faqat u bilan boshqa odamlar yozganini o'qimaydi, faqat uni o'qiydi. U ham o'zini reklama qilib, meni asosiy klientlarim bor dedi, pul beradi dedi. Sitora yo'q, menda pul yo'q dedi. Nima deydiganni nima qiladiganini bilmay qoldi. Ko'zlari yuqoriga ketib qolsa. Uxlamadim-da. Bezovta qildilar meni. Ana, Drizet tashlab simbol uxlmabdi. degan. Nima? Drizet tashlab bo'yiga javob degan deydi. Sen shunaqa qilma. Xayol ketib qoldi, Sitora kechagi ketdi xayoli. O'zingga Buni xayolni bizdingiz akasiz. Kechagi narsani eslatdim. Pashshani gapirdingiz, mayli endi ko'ndik. Kechagi narsalar eslatdim, nima qilasiz bunga?
shuni aytamanda. Sitor yaqday suv ichish kerak, yaqday suv stresslarni ochadi.